Assalomualaykum. Mana qadrdonlar. Kontentimiz aslida tayyorlash jarayonida. Usta. Qalay? Nima gaplar? Yaxshimi? Obunachilar. Usta. Kontent qanchada? Mashinaga qo'ysa qanchada tayyor bo'ladi? 3 soat olib ketadi. Ha, eskisini olib tashladi, yangisini bosib. Yangi bosib beramiz. Aniq. 3 soatda javob. Bu garantiya qancha? 4 yil. 4 yil garantiya berasizlar. 4 yil garantiya beraman. Yirtib olishsa, lekin o'zlaridan biz qilgan ishlarimizga, kilaylagan yamoq joylarimizga, tenti yo'lib ketmaslikka garantiya. Bu kilayda bo'lganmi bu tent? Bu fenda bo'lgan. Fen. Zavodskoy fen. Zavodskoy fen. O gap yo'q. Manzil qayda? Manzilimiz ikkita joyda bor. Erkin postdan chiqqandan keyin yangisi Quyuliqda 39-garaj, Pitakda. Ha, 39-garajida. Mana. Mana nomerlaringni. Assalomu alaykum. Damla bo'yicha o'kali. Mana tentlarimizni oldini tayyorlayapmiz. O'labba. Men qaranchi. Assalomu alaykum. Nima gaplar? Nima yangiliklar bor sizda? Endi mana tonni 100% tenga o'tilgan 100% hamma yog'i, ichkilari, tashqilari hamma tenda bo'ladi. Tentlarimizni, materiallarimiz sifatiga hammasiga garantiya bor. Kimda kim olib kelsa tent xizmatida 3 soat 3,5 soat deganda tentini yangilab beramiz. Haligi zaddeshga qolish bo'lmaydi. Xudo xohlasa inshaalloh. Ishxonalarimiz Tezlikni his qilishakanda. tezlik, hamda sifat bor. Eng muhimi sifat, eng muhimi garantiya bor. Bugun qilib ertaga biz bilmaymiz degan narsa yo'q. Mana bu narsa 4 yilga. 4 yil garantiya. Materialiga garantiya bor. Biz aybimiz bilan qotib, chig'ib, nimadir bo'lsa, biz to'laymiz. Mana. Endi ko'ryapsizmi? Yopishini kilayda bunday bo'lmaydi. Mana. Ishxonalarimiz